Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah Muhammad va alihi va sahbihi va man valah va ba'd. Ramazon ro'zasidan keyin tutiladigan Shavvolning 6 kun ro'zasi haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Abu Ayyubning hadisida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, kimki agar Ramazon ro'zasini tutsa, keyin Shavvoldan 6 kun tutsa, go'yoki u bir yil ro'za tutganday bo'ladi dedilar. Go'yoki bir yil man soma Ramazona thumma atba'ahu sittan min Shawwal fakannama soma ad-dahr. Fakannama soma ad-dahr. Ya'ni go'yoki u bir yil ro'za tutganday bo'ladi deganlar. Mana shu ro'zada bu nimada mashru'ligi, ya'ni Shavvolda 6 kun ro'zasini shariatda bor ekanligi, uni mustahab, sunnat mustahab amal ekanligi bu jumhur aimmalarning mazhabi. Imom Abu Hanifa va Shofiy va Imom Ahmadning mazhablari va boshqa aimmalar. Imom Malik rahimahulloh aytganlarki, yo'q, bu ro'za bid'at bu deganlar. Ya'ni Shavvolda 6 kun ro'zasi bid'at bu degan. Lekin Imom Muslimda hadisda kelyaptiki, kim Ramazon ro'zasini tutib, undan keyin 6 kun tutsa, go'yoki bir yil ro'za tutganday bo'ladi deganlar. Bu jumhur aimmalarda bu mashru', sunnat, mustahab bo'lgan sunnat. Imom Malikda bu bid'at degan. Balkim Imom Malik buni amal ahli Madinaga to'g'ri kelmaganligi uchun aytgandirlar. Ya'ni sahobalarning ko'pchiligini bunga amal qilmaganligidan bu narsani aytgan bo'lishlari mumkin, yoki bo'lmasa Imom Shotibiy rahimahulloh buni ta'lilida aytganlarki, odamlar Ramazonni 36 kun deb o'ylab qoldi odamlar. Ramazonni 36 kun, hali 6 kuni turibdi deydi. Ramazon tugadi desa, yo'q, hali 6 kuni turibdi deb hamma o'rganib qolganligi uchun, go'yoki Ramazon 30 kundan keyin emas, 36 kun bo'lib ketganligi uchun odamlarga bu narsani tanbeh berishlik uchun, yo'q, bu narsa yo'q, bunaqangi narsa bid'at bu, qo'shib yuborishlik bid'at bu deb tushuntirgan bo'lishliklari ham mumkin. Muhim, jumhurning mazhabida bu ro'za bor ro'za. 6 kun ro'za tutishligi. Inshaalloh buni ketma-ket tutishlik yoki paydarpay tutishligi yoki bo'lmasa uzib tutishligi, bunda ish keng. Agar ketma-ket tutsa ham Ramazon tugagandan keyin, hayitdan keyin 6 kun ro'za tutsa, inshaalloh maqbul. Chunki hadisni zohirida shu ko'rsatdi. Subba atba'ahu sittan. Atba'ahuni zohirida Ramazondan keyin birdan tutib ketishligi chiqadi. Yoki bo'lmasa summa atba'ahu deganda undan keyinidan tutsa degani, qachon bo'lsa ham shu Shavvol oyida tutsa bo'ldi. Shavvol oyida tutsa bo'ldi. Dushanba, payshanba qilib turib ham niyat qilib turib tutib olsa, 6 kunni o'rniga o'tib ketaveradi degan ulamolar. Hatto ba'zi ulamolar aytishibdiki, Shavvolda bo'lishi ham shart emas. Bu Shavvol deganligidan mafhum chiqmaydi. Ya'ni bu mutlaq vaqt uchun aytayaptilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, go'yoki kim Ramazon ro'zasini tutib, undan keyin 6 kun tutsa, shu niyatda, chunki bu bir yil tutadi deganligini savobi o'zi asli boshqa hadisda, Ibn Majah va Nasoiy rivoyat qilgan hadisda al-hasanatu bi ashri amsalha, ya'ni yaxshilik 10 barobarcha bo'ladi. Bitta hasanat 10 barobarcha. Bir kunlik ro'za 10 kunga o'tsa, Ramazon 30 kun, 10 kunga o'tsa qancha bo'ladi bu? 300 kun bo'ladimi? Undan keyin 6 kun tutsak 360 kun. Go'yoki bir yilki ro'zaniki bo'laveradi. Bu Shavvolda bo'lishi shart emas bu. Bu savob hamma oylarda va'da qilingan. Masalan, Zulqa'da oyida yoki boshqa oylarda, Rajab oyida masalan 10 kun ro'za tutsangiz yoki bir kun ro'za tutsangiz, o'sha bir kun ro'zangiz 10 ta savobga o'tadimi? Demak, hammasiga o'taveradi degan ba'zi ulamolar. Demak, bu ham bir ishni yengillashtiradiki, lekin hadisda zohirda Shavvol oyida tutish kerak bo'ladi. Bunda inshaalloh bir tortishuv yo'q. Ya'ni Ramazon tutgandan keyin 6 kun Shavvoldan tutsak bo'ldi. Endi bir masala qoladiki, Ramazonda qarzi bor bo'lgan odamlar, safarda yoki kasalda bo'lib tutmay qolgan yoki ayollar, hayz va nifos bo'lgan ayollar Ramazondan qarzi bo'lsa, birinchi qarzini tutib keyin 6 kun tutadimi yoki 6 kunni tutib keyin qarzini tutadimi? Bunda ulamolar o'rtasida juda katta tortishuv ekan bu narsa. Shu masalada. Ya'ni Imom Ahmad va Said ibn Jubayr va boshqa aimmalar aytgan ekanki, tatavvu'ni, ya'ni Shavvolda tutishligini qazodan oldin tutadi degan. Avval Shavvolda tutadi, undan keyin qazoni tutaveradi. Chunki qazoniki fa'iddatu min ayyamin ukhar degan, Alloh taolo Ramazonda ro'za tutolmay qolgan odam boshqa kun tutaveradi degan. Demak, boshqa kuni qachon bo'lsa ham tutaveradi buni deganlar. Lekin ba'zi aimmalar, hozirgi muasir imomlardan ham ulamolardan ko'pchiligi aytgan ekanki, yo'q, birinchi qazosini tutish kerak. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, man soma Ramazona, kim Ramazonni tutsa deyapti. U hali Ramazonni tutgan yo'q odam. Uni qazosi bor uni.
ramazonni tutib bitgan u ayol masalan hayz ko'rib yo boshqa bir sabab bilan agar hayz ramazon tutolmay qolgan bo'lsa, kim ramazonni tutsa undan keyin 6 kun tutsa deyapti. Bu hali ramazonni tutgan yo'q, shart topilgan yo'q. Bu ramazonni tutsin, undan keyin 6 kun tutsin, ana o'shanda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan gaplari bo'ladi degan. Ya'ni bu masalada katta bir tortishuvlar bor ekan, katta bir tortishuvlar. Allohu a'lam. Qalb moyil bo'ladigani shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan gaplariki, kim Ramazon oyini tutib, undan keyin 6 kun tutsa degani, demak Ramazonni avval tutib olish kerak. Qazosi bor odamlar birinchi qazosini tutish kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in mimma aftaratuhu alayhi." Ya'ni bandam unga farz qilgan narsamdan ko'ra ko'proq narsa bilan menga yaqinlashmadi. Alloh taologa eng yaqinlashiladigan amal farz amallari bo'ladi. Chunki farz amali so'ralinadi qiyomat kunida bundan. Ammo Shavvoldagi tutiladigan ro'za haqida so'ralinmaydi. Shuning uchun birinchi muhimi qilinadimi? Qanday qilib turib farzdan vojibi bor bo'lib turgan, bo'ynida qarzi bor bo'lib turgan odam nafl bilan shug'ullanadi. Birinchi u qazosini tutish kerak, undan keyin Shavvolni tutish kerak. Lekin agar uni aksini qilsa ham Imom Ahmad va Said ibn Jubayrlarning mazhabi bo'yicha bo'laveradi inshaalloh. Lekin birinchi farzini tutib, keyin Shavvolni naflini tutsa ko'proq maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Allohu a'lam.